Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shunaqa holat jarayonlari ketyapti. Bu yerda ikki komandaga bo'lib to'qiyapmiz. Biz bu yerda to'qidik. Shunaqa holatda o'zingizlar baho berib berasizlar. Qaysi bir xona chiroyli, chotki to'qilgan. Ikki kollektorga bo'ldik, xudo xolasa. 84, 85 metr, 88 metr ketdi. Hop, ikkinchi xonamiz ular to'qishyapti. Akamamiz shunaqa holatda. O'zlar baho beraverasizlar, xudo xolasa. Cho'y sistemi bor. Mahsulotlar bilasiz.